Qizajonlar, elimdagi modelga e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli bo'lgan modelimiz sotuvga keldi. Modniy ayol qizlarimiz uchun to'g'ri keladigan modellarimizdan. Bizga o'ramagan ayollarimizdan ko'plab murojaatlar bo'ldi. Bizga ham mos bo'lgan model olib keling, Shahnoz faqat bu o'rangan ayollarga olib kelyapsiz deyishgani uchun mendan xafa bo'lishmasin deb mana shu modelimizni ham sotuvga olib kelib qo'ydim. Bizda bir necha modellar o'ramagan ayollarimizga to'g'ri keladigan modellarimiz hozir sotuvga kelyapti. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Bu modelimiz dvoyka qizajonlar, bomber eni ustida. Bomberni ham alohida kiysa bo'ladi, ichidagi kuynini ham alohida kiysa bo'ladi. Qaranglar, ichidagi kuynini yengi tirsagigacha keladigan darajada. Bo't mana ochib ko'rsataman hozir. Qaranglar bo't. Mana xohlasanglar buni yechib olasizlar. Bo't. Такая модная, qizlarimiz uchun to'g'ri keladi qizajonlar. Вообще asal bo'lgan modelimiz. Qaranglar, mamutlarda ham knopchkalari bor. Qo'ying, tugmacha ekan, tugmachalari bor. Juda ham chiroyli. Oldlari uchun rabota qilib ishlangan va buni qaranglar. Orqalari bilan. Krasota, просто шикарный modelimiz. Sotuvga kelgan qizajonlar, ulgurib olinglar. 2026 ning eng so'nggi, eng chiroyli bo'lgan modellari. Narxi ham juda ham chiroyli. Bemalol yozsanglar, narxini aytib beramiz. Bomberda cho'ntaklar ham bor qizajonlar, qaranglar. Xohlasanglar oldin ochib kelsizlar, xohlasanglar yopib, xohlasanglar отдельно boshqa kiyimlar bilan kiysanglar bo'ladi. Razmerlari bunda ham 44 dan 50 gacha to'g'ri keladi qizajonlar. Hozirda sotuvda mavjud. Tez yozib ulgurib qolinglar. Faqat eng zo'rlari Shasha Collection'da. Sizlarni hammanglarni yaxshi ko'ramiz.